uylansang bilgin ekan bir go'zal qo'yningdadir, ro'zg'orning tashvishlari barchasi bo'yningdadir. Xotin qilar pardoz andoz surati o'yningdadir, sen uyda bir xizmatkor, boshqaruv qaynonangdadir. Topganingni hisob qilar revizyordir qaynotang, gar ro'zg'ordan urib qolsang kechirilmas qilgan xotang. Xotiningni akasi bo'lar ekan sening akang, gar xotinga do'q ursang, do'q poslab yertar yoqang. Har qadamda shpion bo'lar ekan qaynisingil, sal ehtiyot bo'lmasang, senga hech bo'lmas yengil. Bayramlarda onangga olar bo'lsang padarka, ular seni o'sha kun qiladirlar badarg'a. Ajrashgan kuningda seni sudga berishar, o'lguningcha qiynashib chiringga chashilishar. Mahallakam selsovet bo'lar xotin tomonda, erni hech kim o'ylamas. Shunisi yomonda. 18 yil xotinga to'langanda aliment nima uchun erkaklarga qo'yishmaydi monument? Monument deganimiz haykal. Xotinlarni nayrangidan ko'ngillari muz bo'lgan, yolmog'iz ham yoshligida oddiygina prostoygina qiz bo'lgan. Ammo lekin oilada er podshoh. Xotin erga vazirdir, ko'nglingga olma ekan aytganlarim hazildir. Ko'nglingga olma ekan aytganlarim hazildir. Bu dunyoda har erkak uylanishga majburdir.